Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari va tumanimiz aholisi. Olmazor tumanida 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili uchun Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Olmazor tuman bo'linmasi tomonidan tuman xaritasi ishlab chiqilgan va shu reja asosida yil davomida ishlar olib borilishi rejalashtirilgan. 6 oy davomida tuman hokimligi boshchiligida 2 marta tuman ma'naviyat ma'rifat kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi va mahallalarda olib boriladigan ma'naviy ma'rifiy ishlar belgilab olindi. Tuman bo'linmasi 6 oy davomida tumandagi mahallalarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini amalga oshirish, aholini kambag'allikdan chiqarishda yangi jamoat ruhini yaratish bo'yicha hamkor tashkilotlar bilan reja ishlab chiqdi va tadbirlar o'tkazib bormoqda. O'tkazilayotgan tadbirlarda har bir sog'lom inson oilasi farovon yashashi uchun harakat qilishi, ishsizlarga tuman hokimligi tomonidan ishlar taklif etilishi, kasbi kori yo'q fuqarolarni qisqa muddatli kasbga o'rgatish kurslariga bepul yuborayotganligini, faqatgina dangasa ishyoqmaslar Toshkent shahrida kambag'al bo'lish mumkinligini tushuntirib o'tilmoqda. Agar uyda ota-ona shunday bo'lsa, ularning farzandlari ham kelajakda ishyoqmas dangasa bo'lib tarbiyalanadi. Buning uchun vaqtida davlat menga bersin degan ba'zi bir fuqarolar ko'zlarini ochishlarini ta'kidlab o'tmoqdamiz. Shu bilan birga tuman hokimligi tomonidan mahallalarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi haqida aholiga yetkazib borilmoqda. Shu o'tgan davrda tumanimizda milliy va diniy qadriyatlarimizni targ'ib qilish, yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularni yot g'oyadan asrash yuzasidan 135 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etilib borildi. Tadbirlarda 2799 nafardan ortiq aholi va yoshlar qamrab olindi. Bundan tashqari tumandagi 64 ta mahalladagi ta'lim muassasalarida keksa avlod vakillari hamda yoshlar ishtirokida olimlar, yozuvchilar, soha mutaxassislarini jalb qilgan holda mahallalarda yoshlarni, shuningdek uyushmagan tarbiyasi og'ir, muammoli va kam ta'minlangan oila farzandlari bilan 6 oy davomida 11 marta 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Tumandagi nuroniylar sihatgohida ham dam oluvchi nuroniy otaxon va onaxonlarni maroqli dam olishlari uchun Olmazor tuman ma'naviyat ma'rifat bo'limi tomonidan 6 oy davomida 15 dan ortiq madaniy ma'rifiy ko'ngilochar tadbirlar uyushtirib borildi. Azizlar, tumanda oilaviy ajrimlarni oldini olish, nizoli oilalarni yarashtirish hamda gender tengligini ta'minlash maqsadida tuman oila va xotin-qizlar bo'limi bilan hamkorlikda 10 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari va psixologik seminarlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlarga 400 dan ziyod xotin-qizlar jalb qilindi. Tumanda aholi va yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kitobga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida axborot kutubxona markazi bilan hamkorlikda 50 dan ortiq kitobxonlik tadbirlari, davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlarga jami 2500 dan ziyod kitobxonlar jalb etildi. Bolalarni yozgi ta'tillarini mazmunli o'tkazishlari uchun tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi tomonidan eng yosh kitobxon, kitobdan yaqin do'st yo'q, kitoblar dunyosiga sayohat kabi mavzularda tadbirlar tashkil etib borilmoqda. Respublika mahallalar uyushmasi raisi Qahramon Quronboyevning Dolzarb 90 kun doirasida belgilab bergan topshirig'iga asosan kinokarvon loyihasi bo'yicha mahallalarda iyun, iyul, avgust oylarida o'zbek kinofilmlari namoyishi bo'lib o'tmoqda va bo'ladi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Olmazor tuman bo'linmasi yil davomida tumanning ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish, ma'naviy muhitini sog'lomlashtirish, milliy qadriyatlarimizni avloddan avlodga yetkazish, shu bilan birga Prezident va Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan qaror va farmoyishlarning mazmun mohiyatini aholiga, ayniqsa yoshlar ongiga singdirish, ularni shukronalik ruhda tarbiyalashga o'z hissasini qo'shishga harakat qilib boradi deb ishontiraman. E'tiboringiz uchun katta rahmat.